Agar barcha stan davlatlari birlashib bitta ulkan mamlakat hosil qilsa nima bo'lardi? Xush kelibsiz, Superstan. Bu 7 davlatning Pokiston, Afg'oniston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Tojikistonning gipotetik ittifoqi bo'ladi. Maydoni 5,5 million kvadrat kilometrni tashkil qilib, Superstan dunyo maydoni bo'yicha 7-o'rnni egallaydi. Hindiston va Argentinadan ham katta bo'ladi. Superstanning tabiati xilma-xil bo'ladi. Qozog'istonning keng dashlari va cho'llaridan tortib, Afg'onistonning tik tog'lari hamda Pokistonning serhosil vodiylarigacha. Aholisi 321 million kishi bo'lib, bu dunyoda ko'rsatkich bilan 4-o'rnni egallaydi. Faqatgina Xitoy, Hindiston va AQShdan keyin. Aholining 64,5% Pokiston hissasiga to'g'ri keladi. Umumiy yalpi ichki mahsulot 773 milliard dollarni tashkil etib, dunyoda 20-o'rinda turadi. Taxminan Shveysariyaga teng. Iqtisodiyot Qozog'istonning neftiga, O'zbekistonning tabiiy gaziga va Afg'onistonning mineral zaxiralariga tayanadi. Pokistonning sanoat markazlari esa ishlab chiqarish va eksportni rivojlantiradi. Pokistonning yadro quroli tufayli Superstan kuchli yadro davlatiga aylanib, jahon e'tiborini tortadi. Strategik joylashuvini Rossiya, Xitoy, Hindiston va Eron kabi yirik davlatlar bilan chegaradoshiladi. Bu esa katta savdo imkoniyatlari bilan birga murakkab geosiyosiy vaziyatlarni ham yuzaga keltiradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu davlatning poytaxti qaysi shahar bo'lardi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.